Ona shirinligini ko'rsatdik. Voy dod. Kichkinacha fermaga kelganman. 2200 bosh. Ko'ringlar mana. Ular asalligini ko'rsatdik. Voy dod, shirin-shirinchalar. Bular ancha katta o'pib, jonlashmasam bir 7-8 kunlikmi, 6 kunlikmi. Bir akami fermasiga keldik. Juda ko'p maslahatlar berdi. Yo'nalishlarni ko'rsatyapti. Nasib bo'lsa shu yerdan olib ketamiz endi. Juda go'zal. 2300 ta ham kichkinagina joyga sig'dirish imkoni bor ekan. Issiqqina 36 gradus bo'lish kerak ekan. Bu yoqda boshqa shirot partiyasi. Ventilyatsiyalari juda go'zal joylashgan ekan. Dorili suv. Dori berilayotgan paytda iloji boricha mana bunda berilargan. Endi bu kichkinaligi uchun, avion kichkinaligi uchun mana shu bankada bersa imkoniyat yaxshi ekan. Biz ham 100 tamizga bankada suv beramiz. Xudo xolasa, juda ajoyib. Bu uzoq. Aygachalar. To'pon yaxshilasi. Bunlar yapıyorlar, qora chizaga solmasin. Mana men o'g'irlaysiz. Mana akam ko'rsatchi, vaksda ayog'ini cho'zib. Miau.